Ayol erkak nazarini tortish va e'tiborli bo'lishi uchun hamma narsani qilib ko'rdi. Makiyaj qildi, tatuaj qildi, yuz terisini torttirdi, tanasini ideal holga keltirdi. Qomatini ham chiroyli qildi, hatto yarim yalang'och holda yurib ham ko'rdi. Erkakka yon berdi, ular qarshisida har qanday xorlikka rozi bo'ldi. Keyin nima bo'ldi? Erkakning nazari yanada ortig'ini istayveradi, o'ngga usulga alanglayveradi va xiyonati ziyoda bo'lib boraveradi. Chunki shahvoniy mayl to'yadigan narsa emasdi. Ayolni erkakka qiladigan taqdimotlari qanchalik ortsa, uning bahosi ham shunchalik pastlab boraveradi. Ey ayollar jamoasi, erkak nazarini to'ydiradigan yagona sifat bu satr, taqvo, iffat va Allohdan qo'rqishdir. Mana shu sifatlar erkak ko'zini to'sadi va qalbini shahvatdan burib yuboradi inshaalloh. Bu yo'ldan boshqasi noshariy ishlar va o'z kasbini yaxshi tushunmaydigan psixologlar kurslarini sotib olishlik faqatgina ularni cho'ntagiga foyda. Sizga esa vaqtinchalik motivatsiya bo'ladi xolos.